Eng yosh avtoshampun ishlab chiqaruvchi mijozlarimizdan biri Abdulaziz aka Samarqandda o'zlarini samoykalari uchun avtoshampun texnologiyasini o'rganib ketgandilar. Bizga Telegramda minnatdorchilik va videolarni tashlabdilar. Bitta ko'rib o'zingizlar baho beringlar. Bu mashinani yuvmasdan oldingi holatimiz mana. To'g'ridan topib keldim mashinani ham, okey. Ko'priklari idealni, okey. Hozir olishni ko'ramiz. Ko'prikchi dahshat. Mana balonlar qaraytirib oqib o'tdi. 6 oy ichida hali chiqayt balon bilan sarg'aymagan aka. Kopi turishi ham yaxshi aka, uzoq vaqt turib beradi. Mana ish. Gap yo'q aka. To'tga chiqdi lekin. Balonlar ham qop-qora bo'ldi. Men beriga o'zimiz kalta urilmaganmiz. Atak bu yog'i cho'tga chiqarib berdi aka. Gap yo'q. Men ukam ishlatgan tentovkaga men bunga aka vaqti dahshat dotdi, gap yo'q dotdi. Kopilarning turishi ham zo'r. Shogird. Effekt cho'tki. Ahorasa mana. Ko'prishlari ham, kopini turishi ham normal aka, zo'r. Bo'ldagi masjidda tayyorlaymiz, mana shu retseptda. Qizilini ham salatini ham shunaqa retseptda tayyorlaymiz aka. Shu zo'r aka, gap yo'q. Shu qarang, mashina oynalari ham tiniq chiqadi. Balki o'ylanchi kirdi, top-toza qildi. Zo'r aka, kopin turishini qarang, mana shu oqqani ham yo'q, cho'tki. Oldi ishlatgan pedalarim bor-ku, hammasi qursa dog' qoldirardi-da, bu umuman dog' qoldirgan yo'q, qarang. Cho'tki, top-toza oqib ketadi. Zo'r aka, gap yo'q. Eng kichkina shogirdimizning ishlariga omad tilaymiz. Sizlarga ham shunaqa sifatli retsepturalar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi.